Nimadimi? Tishmi? Odam tishiga o'xshaydi. Lekin isqirt odam ekan, tishini ham yuvmas ekan. Chaqir bu yoqqa. Hozir. Oka. Bakki. Tezroq. Tezroq bu yoqqa. Novvoyinimi, boshlig'ingmi? Chaqir bu yoqqa. Chaqir bu yoqqa. Hammasini chaqir. Tez bo'l. Ha, yaxshimisan? Ha, qara. Ana shu aeroportga qo'natdi. Ana bor-ku. Dadam yedi va. Ha? Ishqilib damiga qara. Lekin to'xtab tur hozir. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansizlar. Men shu kafening menejer bo'laman. Ish boshqaruvchisi-da. Menga qarang xonim, bizga tushuntirib bering. Ustozim non yeydilar. Ichidan mana bu narsa chiqdi. Nima bu? Qani? Odam o'tishma bu? Ay, o'layni. Ertalab ana ikkita novvoychimiz bir-birining go'shini urishsa bo'laman. Birov tishimlab qoldi, shuniki bo'lsa kerak. O'shani bu yoqqa chaqir. Qolgan tishlarni o'zim bittalab sug'urib olaman. Men allaqachon uni haydab yubordim. Bo'ldi, anaqa qilmang. Boring. Gaplashamiz hozir. Ustoz, og'zingizni chang. Ana milkingizga yopishib qolgan non uvola chiqib ketadi. Yaxshilab chayib tashlang. Qo'nimani ko'rdim. Chang. Yaxshimisiz? Men qara shogird. Ha. O'zimni tishim sinibdi-yu.